3 qavatli panjara, minglab kameralar, qurolli qo'riqchilar va baribir ular qochib ketdi. Qanaqa qilib? Bugun 3 ta eng aqlli qamoqdan qochish haqida. Birinchisi tunnel orqali Alcatraz 1962-yil. Eng mashhur qochish. 3 mahbus Frank Morris va aka-ukalar Angliyalar. Ular 6 oy davomida qoshiq va soat mexanizmi bilan beton devorni teshib tunnel qazishadi. Taxtadan yasalgan qayiqda oroldan suzib chiqib ketishadi. Daryoda qayiq topilgan, ammo jasadlar yo'q. FBI 1979-yilda ishni yopdi. Ikkinchisi forma va syujet. Elmar 2006-yil. O'zbekistonlik qotil Elmar Qosimov 2006-yilda tergov izolyatoridan qochadi. U militsiya formasini kiyadi va soxta guvohnoma bilan chiqib ketadi. U 10 yil yashirinib yurdi, lekin 2016-yilda Toshkentda tasodifiy hujjat tekshiruvi paytida ushlandi. Qo'lga olinganida na soqol, na qosh, butunlay boshqa odamga o'xshardi. Agar shu yergacha qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, aks holda boshqa ko'rishmasligimiz mumkin. Uchinchisi vertolyot orqali. Fransiya 2018-yil. Fransiyada Redoin Fayet ismli mahbus qamoqxonada hovlisida o'tirgan paytda vertolyot tushadi. Niqobli qurolli shaxslar uni olib chiqib ketishadi. Bu uni ikkinchi marta vertolyotda qochishi edi. 3 oydan keyin ushlandi. Siz qaysi biri eng aqlli deb o'ylaysiz? Fikringizni izohda yozib qoldiring.